Barchaga xayrli kech. Kechki dasturlarimizda xudo xolisa aka-ukalar Shvedni 100 taliklaridan gigantlari bilan tugatamiz. Inshaalloh aka-ukalar kechgacha ham mol ololmagan yoki bir bozorda sovg'ali kunida bu yoqdan bu yoqqa yurib aka-ukalar mol topolmagan aka-ukalarimizga mana sifatlari xudo xolisa 100 taligidan o gigantligiga bitta ahamiyat berasizlar. Orqalari korobka. Xudo xolisa taglari ham yo'g'i yaxshi. Shvedni xudo xolisa originallaridan, bo'g'ozlaridan ko'rsatishda davom etamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumani Karnaychida aka-ukalar shunaqa sifatli zo'rlardan, Shvedni originallaridan topib, elu xalqqa yetkazib beryapti turgan Muhammad Amin akamizning mini fermasiga yetib keldik. Xudo xolisa aka-ukalar bugunga 2 dona ozgina, sozgina faqat sifatga. Aka-ukalar sifatni eng yuqorisi deb qo'yaylik mana. Gap oldilari keng, xudo xolisa shalpan qulog'idan. Aka-ukalar to'liq ma'lumotlarni imkon darajasida beramiz. Videoni uzmasdan, o'tkazmasdan ko'rasizlar. Oladigan odamga, ko'radigan odamga ham xudo xolisa qiziqarli, bir manfaatli, xudo xolisa foydali video qilishga harakat qilamiz aka-ukalar. Laykni bosasizlar, poddeshkada bo'lasizlar. Inshaalloh sizlar uchun shunaqangi yaxshi obzorlarni, sifatli kontentlarni chiqarishda davom etamiz. Hafta kuniga juma, xudo xolisa bugun 12-dekabrda kechki dasturlarimizga baquvvat ovqat ustiga baquvvat polvon mollardan, bo'ydorlardan, sifatlilardan ko'rsatishda davom etamiz. Aka-ukalar, xudo xolisa hammani ko'ngliga, ko'ziga yoqadiganlaridan. Sizlarni ko'p kuttirmaylikda, to'liq ma'lumotni mana Muhammad Amin akamiz o'zidan olaveramiz. Aka, assalomu alaykum Dostonbek. Hammaga juma ayyom bilan bulashlaringizga. Muhammad Rasul, qalasiz? Sonlaringiz yaxshimi hammalar? Keldingizmi? Dostonbek, bugungi 2 dona molimiz bor. Bunimiz Dostonbek 3 oylik gumoni bor Dostonbek. 3 oylik gumoni bor. Gumoni bor. Dostonbek molimiz hali yosh. Mana to'rkurak. Ikkinchisi ko'ryapsizmi? To'rkurak. Zo'r. To'rkurak. Muhammad Rasul yerlarini ko'rsating. Liniyasi zo'r ekan aka buni. Ha, mol sifat xudo xolasa. Mana yuvoshligi xudo xolasa 4 yildan chiqishiga ham yo'q garantiya, sut borligiga. Yuvoshligi yaxshi pis beryapti. Ha, mol sifat. Tepasida liniyasi ham zo'r ekan. Dostonbek 17-18 ta suti bor. Endi 20 ta şey endi. Var yana 15 litrga beraveramiz. 5-6 sog'ilgan holatda turibdi. Unaqa dimlar. Dostonbek, mana bunisini ham, unisini ham. Mana shuni mana nariginimiz ham endi naqasi bor. 6 litr suti bor. Любой odam sinab olaversin. 3 oylik bo'g'oz. 3 oylik. Garantiya. Bunimiz ham. Kattaligini qarang. Bu azigan katta mol emas bu. Mana. Mana. Dostonbek mana 8 kurak. 8 kurak. 8-lar yonida kichkina ekan. Mol behijolat. Mana hozir yo'li metallab ham ketaveraylik. Behijolat mollarimiz. Mana bunday ko'rsa 156 mana. 55 ga olaversin. 55 ga. Behijolat. 55 ga yuvoshlari yaxshi. Garantiya u oborib sog'ib naqalarni ko'rsatib qo'yadi, sog'ilish naqalarini mana. 142 ekan, 140 qolarsiz doston mana. Bilasizmi? O 40 qarang. 40 to'lamagan, bor endi qarang. Gapdan chiqdi, og'izdan chiqdi bo'ldi. Uyga olib borganda ham bemalol. Ha, behijolat. Telini mana sutlarini sog'ib behijolat mollar. Xudo xolasa. Muhammad Rasul, qaysi biridan ko'rsataylik? Shundan ketaveramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hop, 3 oylik gumonda aka. Ha. Mollarimiz behijolat mana. Baliq olib kesdi aka. Ha. Behijolat. Ama realni Dostonbek mana shu bugun 3 kun bo'ldimikin? Bugun yo 4-chi kunmi? Naqaga tushdi arqangi Dostonbek? Endi-ding. Ha. Mol haqiqiy zagonda yurgan behijolat. Garantiya molga. Zagonda yurganiga ham, men mana mollarga. O'zimiz mana shu nuqta taqib olib chiqdik Dostonbek mana shu mol. Behijolat. Xo'p, bo'ylarini, ma'lumotlarini aytdik aka-ukalar. Endi narxida qolyapti aka. Narxi
36 milyon so'm bersin dostum. 36 million. Kami xayri bor kelishib. Albatta. Hech kim dostonga har doim aytganini bo'lmagan. Hamma narsani kam bo'ladi. Akalar buni gumonga sotamiz. Xohlasanglar bo'g'oz deb o'ylaylar, xohlasanglar qisar deb o'ylaylar. Shu molga baraka aka. Ha. Plus molimiz yeb ichishi, tanajoni berish hamma yo'lga javob beramiz. Lekin bor dedik buni. o'zi 17, 18, 20 taga bo'lyapti, bor ya'ni 15 taga beraveradi. Sababi o'zi endi baylandi. Endi qaytib yana hozirgi beryapti turgan o'zimizga naqasini beraveradi. O'zi ko'p edi suti, endi baylanganda mol stressga tushadi o'zi bilasiz. 15. Bunimiz Dostonbek. Bunimizni garantiya 6 talagi ustiga. Hozirgi 3 oylik bo'g'oziga ham garantiya o'zim tekshirtirib qo'yganman. Bu qadar qo'shgan. Limuzin. Videolarni ham tashlab beramiz. Olib borganda eshigiga tekshirtirib olsa ham bo'laveradi. Bu kattaligini qarang aka. Ha, mol behijolat tekshirtirib olish. Bolasi ham yirik ular, akalar. Mol kichkina narsa emas. Egosi ham kichkina narsa emas, xudo xolasa sifat. Sifatlari yaxshi, orqa-keklari baland. Behijolat. Xudo xolasa mana korobkalari, aylari, akalar. Beg'ubor narsa, bir ayb topadigan emas, xudo xolasa. Havas qilganlar like bossin, xudo xolasa xonadonda ham mini firmalari ham to'lib ketaversin. Bunga nech pul aytamiz? 43 million so'm. 43 million. Kami xayri bor kelishadigan joyda. Albatta, behijolat. Ularimizni imkon bo'lsa, uylarda doktor bilan kutib oylar, to'g'rimi aka? To'g'ri, men aytaman, doim aytaman, akalar. Mana shu bo'g'oz dedikmi, masalan, tekshirtirmaganmizmi? Tekshirtirmaganmiz, yolg'oni yo'q. Tekshirtirdik, mana tekshirib olsin dedikmi? Tekshirib oling. Muammo bizga kerak emas. Maza qilib, doim gapimiz tinchroq, hammaga yashash kerak. Lekin sutiga ham javob beramiz. Ikki mahal sog'lom ko'rsatib qo'yamiz. Behijolat. Endi yaqin bo'lsa, kelib ko'rib, mashina saqlab ko'rsin, to'g'rimi aka? Xohlagan. Mana ularni yemishi har doim yesa yemasa har doim shunaqa turadi. Har safar akalar. Yedim yemaydimi har doim turadi aka. Turadi. Biz tashab qo'yamiz. Bu mollarda anaqa bermasiz bermaydi. Yaxshi baqarasa, bugunga shular aka. Shu bugunga shular. Xohlasa imkon darajasida ma'lumotlarni berdik. Tushunmagan joylarga mana Muhammad Amin akamizni ekranda nomerlari bor. Telegram, WhatsApp, imo hammasi ishlab turibdi. Akalar oz bo'lsa ham xudo xolasa to'liq ma'lumot berdik. Aloqaga chiqasizlar. Kami g'ijbich.